Ertalabdan bolalarimni kolyaskada bog'chaga olib boraman desam, changi o'zi ham 1 santimetr bo'lib ketibdi. Avval iqtisod, keyin siyosat deb nonushtamimizni yaxshilab qilib, dadamizdan bog'cha pullarini olib, bog'cha tomon yo'l oldik. Oldin bolalarni ko'taraverardim. Hozir sovuq tushib qolganiga kiyimlari bilan 2 barobar og'irlashib qopti. Yetmaganiga grijani orttirib olmay tag'in boshqa kunlardan ko'ra bugun quyosh mana nurlarim ol senga qancha kerak deyapti. Shundan ham foydalanib qolay deb bolalarimni hamma motorikalarini yuvishga kirishdim. Voy, bu videoni onam ko'rmasin, shunchalik changib ketganini ko'rib, gap tagida qolaman. Quyosh chiqqan bo'lsa ham baribir suvda zahri bor. Shuning uchun o'zim jonimni qadriga yetib, issiq suv tayyorlab oldim. Shu velosipedga bolalarni ikkalasini ham chiqarib olsam, bog'chaga mansa qilib ketishardi. Orqada haydaydigan joyi sinib tushgandan beri hayda olmayapmiz. Hech qayerdan svarshit topa olmadik, qanday tuzatsak bo'larkin? Changda o'zi bo'lgani uchun unchalik ko'p vaqtim ketmadi. Yarim soatda uchalasini ham birpasda yuvib qo'ydim. Keyin obed uchun ovqatlarni tayyorlab, birpasda hammamiz ovqatlanib oldik. Men o'qish tomon yo'l oldim. Siz obedgacha nima bilan shug'ullandingiz?